profaza, metafaza и anafaza va telefaza bo'linadi. Endi J1 da to'plam qanday bo'ladi desa, agar u organizm diploid to'plamli bo'lsa, 2n 4s 2n 2s bilan boshlanadi. 2n 2s bilan. Sintezda D2 hissa ortish hisobiga 2n 4s bo'ladi. Ha, J2 da ham o'zgarmaydi, 2n 4sligicha. Profazada ham 2n 4s, metafazada 2n 4s, anafazada 4n 4s, ha telefaza desa 4, ya'ni 2n 2slik to'plam qaytadan tiklanadi ikkita. Xo'p, abituriyentlarda xato qiladigan joy nimada desa, abituriyentlar xato qiladigan joyi har doim profazada 2n 4s, metafazada 2n 4s, anafazada 4n 4s bo'ladi deb o'ylaydi. Endi shu yerga bitta savol qo'yamiz. Bu qanaqa savol desa, mitozning qaysi fazasida, ya'ni mitozning qaysi fazasida to'plam n 2s bo'ladi degan savol qo'yamiz. Shu yerda abituriyentlar ko'p xato qiladi. U yerda misol uchun ko'rsangiz, bu yerda hech qanaqa n 2slik to'plam yo'q-ku. Lekin bu bo'ladimi desa bo'ladi. Qachon bo'ladi desa, bu yerda qoida bor. Qachonki bo'ladi, agar mitoz bo'linayotgan hujayra boshlanishi, ya'ni boshlanish bizda qaysidan boshlanyapti? J1 dan boshlanyapti. J1 dagi to'plam ns bo'lsa, ya'ni gaploid to'plamdan boshlansa, bu gaploid to'plamli hujayra bo'lishi mumkin o'simliklarda mikrospora, to'g'rimi? Mikrospora agar nslikda bo'linyapti. Mitoz usulida bo'lingandan keyin yana nsli hujayralar hosil qiladimi? Endi mikrosporani bo'linishida o'sha fazalar bo'laveradi. J1, sintez, J2, profaza, metafaza, anafaza, telefaza bosqichlar bo'laveradi. Endi shunda ns bilan boshlangan, n2s bilan d2 hissa ortdi. Endi bo'lyapti n2s bo'lyapti. Mana bu profazada ham n2s bo'lyapti, metafazada n2s bo'lyapti, anafazada endi 4n 4s emas, balki nech bo'ladi? 2n 2s bo'ladi. Bunda esa nsli to'plam yana qaytadan tiklanadi. Demak, biz mitoz bosqichlarida va interfazada bo'ladigan to'plamlar qachonki bu to'plam asosli, ya'ni o'rinli bo'ladi, dastlabki to'plam diploid to'plamli hujayradan boshlanganda. Endi faqat gaploiddan boshlanmaydi, balki 4n dan boshlanishi mumkin, 3n dan boshlanishi mumkin, 6n dan boshlanishi mumkin. Shunda o'zidan o'zi o'zgarib ketaveradi. Va masala DTM savollarida ham juda ko'p tushadigan, misol uchun ma'lum bir o'simlikni, misol uchun aytaylik, makajo'xorida. Xo'p, makajo'xorida, mana makka yozaman. Makajo'xorida, xo'p, endosperm. Xo'p, nech bo'ladi desa, 3nli bo'ladi endosperm. Makajo'xorini enida 10 ta bo'lsa, 2nida 20 ta, 3nida aniq 30 ta bo'ladi-da. 30 ta bo'ladi. Va shuni makajo'xorini endosperm mitoz bo'linishining anafaza bosqichida to'plam qanday bo'ladi va ulardagi jinsiy xromosomalar sonini toping desa, to'plam 4n 4s emas endi. Bu xato bo'ladi. Chunki boshlanishi nimadan boshlanyapti? 3n dan boshlanyaptimi? Demak, bunda to'plam 6n 6s bo'ladi. Endi bu yerda o'sha paytdagi xromosom, umumiy endospermdagi xromosomalar, jinsiy xromosomalar soni nechta desa, qarab turinglar. 3n bo'lganda 30 ta bo'lsa, 6n bo'lganda nechta bo'ladi endi? 60 ta bo'ladi-da. Mana bu oldida turgan 6 soni jinsiy xromosomani bildiradi. Va 60 dan 6 ni ayirsam 54. Bu autosomalar soni. Yana bir boshqa darslarda ko'ramiz. Autosomni jinsiy xromosomalardan ajratishdi. Bilganlar bo'lsa, yaxshi. Xo'p. Demak, 6 nima desa, endi bu 6 jinsiy xromosomalar hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.